Toshkent havosi rekord darajada ifloslandi. Toshkent havosi dunyoning eng iflos shaharlari reytingida birinchi o'ringa chiqdi. Xuddi shu muammolarni elektro brendiga tegishli achistitellarimiz bartaraf qiladi. Bu achistitellarimiz Xachabi xonadonimizni toza havo bilan ta'minlab beradi. Bu achistitellarimizni ikki xil turdagi havo tozalagich funksiyalari bor. Bu funksiyalarning birinchisi ultrafiolet va ikkinchisi ionizator deyiladi. Ultrafiolet afzalliklari mikrob, bakteriya, virus va zamburug'larni dezinfeksiya qiladi. Bolalar bog'chasi va odam ko'p joylarda infeksiyaning tarqalishini kamaytiradi. Ikkinchisi ionizatorning afzalliklari esa havoga manfiy ionlar chiqaradi. Ular chang, tutun, allergiya va mikrob zarrachalarining o'ziga tortib, astma, allergiya yoki nafas olish muammolari borlarga foyda beradi. Tabiatdagi tog' yoki sharshara havosiga o'xshaydi. Stressni kamaytirishga va uyquni yaxshilashga yordam beradi. Undan tashqari, Wi-Fi orqali masofadan turib boshqarsa bo'ladi. Qo'shimchasiga Alisaga ulanadigan голосовой upravleniyasi ham bor. Birgina telefoningizdagi programma orqali aniqlasangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Allergiyadan charchagan do'stlaringizga shu videoni jo'natib qo'ying.